Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoqda Farg'onalik bog'bonni kuzatuvchi obunachilar. Mana Qirg'izistondan akamiz Nimba gilosini ko'rgani Ateliyatdan kelibdi. Aka, gilos qanday ekan? Bir o'zingiz baho bering. O'ta zo'r ekan. Kalibri 36 kalibr bo'lib tur. Bor. O'ta yaxshi ekan. Bitta shaxsiy mevani qarang. Buning o'zgachaligi neda? O'zgachaligi bu o'zini changlatadi, tabiiy yirik bo'ladi. Tayvandagi vishniyada 5-yilda ko'p do'stlar hosilini bittani shaqida mana g'uj-g'uj qilgan, kalibri bir xilda, mayda bo'lmagan. Ko'chatini qayerdan topsa bo'ladi? Ko'chati bor aka, ko'chatini ko'paytirib qo'yganmiz. Buni O'zbekistonga ham, Qirg'izistonga ham hamma joyga tavsiya qilamiz. O'zini changlatadigan istiqbolli kelajagi bor navlardan. Mana ko'p do'stlar Svitanel, Arianalardan, Lorenslardan qolishmaydi, Karmellardan qolishmaydigan gilos Nimba bo'ladi aka. Mana o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rib, ate Qirg'izistondan keldingiz. Nima deysiz Qirg'izistonliklarga? Hurmatli mekendoshlar, mana o'zinglar ko'rib jotasizlar. Buning kalibri o'ta cho'ng, o'ta miqti safatdagi gilasdan biri ekan. Chindig'ini olganda 27 dan minimum 36 gacha bo'ladi ekan. Bu o'zini o'zgachaligi o'shol ekanda. O'ta tatli bo'ladi ekan. Mazasi ham zo'r. Bu joy hudud tanlamaydi, kalibri zo'r bo'lardi, o'z-o'zini chaynatyapti.